mahalla bankida mahallaga o'tganman. Keyin bizni mahallada o'zbek ishlamaydi. Daromad olmasa ham kredit beryapti. Sug'urta asosida 50 mingdan so'mgacha o'z bankga ismoil shaxslarga beriladi. Fakat bozor bo'lishi kerak, olmagan bo'lishi kerak. 2 oy davomida ishlamagan ismoil shaxslarga beriladi. Agar kamroq olaman yoki ko'proq olaman desangiz 100 million so'mga 312 kun qaror asosida kreditlarimiz bor. Bu qanday bo'ladi? Bu oilaviy tadbirkorlikdan imtiyoz eski yillarda olib, vaqtida yopib, muddatida to'lagan kreditlarni yangi yoki emishga ochib, ularga sug'urta asosida 100 million so'mgacha o'sha tadbirkor bo'lsa, chorvaga bo'lsa, eski yilda o'sha chorvachilikni rivojlantirishga kredit beriladi. 100 million so'm. Mana bu mahalla loyihasi biznesga birinchi qadamlari shunday. To'g'ridan-to'g'ri o'z bankning ishonchisiz kredit beriladi. Foiz 25%. 312 qarorimiz 19%. Bizlar eng og'ir hudud bo'lganimiz uchun 19%. Hozirgi kunda Agrobankga yana qanaqa bo'ldi? Hozir Xalq banki beradi 17% kredit. Hokimiyatdan aksiyasi asosida hozir Agrobankga o'tdi. Kecha kundan boshlab. Bugundan boshlab yer boshlandi 12%. 33 milliongacha sug'urta asosida chorvachilik, tekstil hamma tadbirkorlik yo'nalishida 12%. Faqat terisini yo'q. 10 milliongacha naqd pul ko'rinishida beriladi. Qolgan terisi pul ko'chirish yo'q. Hozir yana prezident qarorini anaqa 100 million so'mgacha naqdli chorva bo'yicha kredit beriladi. Unga hududlari keladi. Mana shu bizga o'tdi-da. Endi bugundan beri boshlab birinchi portfelni berdik. Yana oyda boshidan boshlab 100 million so'mga yer boshlaymiz. Naqdli chorva, semental chorva. Faqat ular pul ko'chirish yo'li mantolik borlar. Chunki hamma joyda tumanimizda naqdli chorva bo'yicha bo'lishi namuna bu o'sha sinov bostiqda hokim tomonidan hamma narsani sharoit yaratib qo'yib shunday. Bular hozir 12% uchun hozir 12%. Eng kam. Imtiyozi umuman foizsiz yo'qmi? Yo'q, unaqa yo'q. Subsidiyalari bor. Lekin u ijtimoiy reyestrda turgan fuqarolarga beriladi. Qanday ijtimoiy reyestrga bu Ham ta'minlangan, boquvchisini yo'qotgan ijtimoiy reyestrlarda turgan fuqarolarga beriladi. Subsidiya foizsiz suvda beriladi ularga. hech bir Bu 50 milliongacha beriladi. Sudalari. Subsidiya ham masalan sharoitga qarab beriladi. Masalan 50 milliongacha berilsa, shu 50 millionda qancha vaqt to'lash? O'sha 3 yil davomida foizni shunday bo'lib to'laysiz. Oy uchun qancha to'lash?